Soddaligim sabab ko'p bor aldanganman. Vayner Aziza Abdullayeva ishonuvchanligi pand bergan holatlar va turmush o'rtog'i bilan ajrashgan haqida. Har bir inson egallagan kasbida yuqori cho'qqilarga erishishni xohlaydi. Xuddi shunday, men ham kichkinaligimdan san'atga qiziqib katta bo'lganman. Yoshligimdan sahnalarda insonlarning kayfiyatini ko'tarib kuldirish vazifamdek tuyulardi. Asli Samarqandning Katta Qo'rg'on tumanidanman. Rahmatli dadajonim ham yumorga boy inson bo'lgan. Ular bilan bo'lgan suhbatlarimiz ham hazilga boy bo'lardi. Shuning uchun keyinchalik Estrada sirk kollejida o'qiganman. U yerdagi ustozlarim ham menda yumor kuchli ekanligini aytishib, ko'proq kitoblar o'qib, o'z ustimda ishlashim haqida maslahatlar berishardi. Aktrisa 15-16 yoshlardanoq radio va televideniyada ko'rina boshlaganini, biroq kollejni tugatganidan so'ng o'z viloyatiga qaytib ketgani haqida quyidagicha so'zlaydi. Kollejda o'qib yurgan kezlarim ko'p marta O'zbekiston teleradio kompaniyasida o'smir studiyasi bo'lar edi. Ustozimiz rahmatli Vohidjon Do'stmuhammedov bizni o'sha yerga olib borib turardi. Yana yoshlar ovozi degan ko'rsatuvlar ham bo'lardi. MTRKda ko'p chiqib turardim. Faqat kollejni tugatganimdan so'ng oilada yolg'iz farzand bo'lganim uchun onam Samarqandga qaytishimni aytganlar. Dugonalar shousidan vaynerlikkacha. Turmushga chiqib, farzandli bo'lganimdan so'ng bolalarimni bag'rimga olib yana Toshkentga keldim. Chunki san'atga bo'lgan qiziqishim ustun kelgandi. Oliy ta'limning san'at yo'nalishida sirtdan o'qiy boshladim. Xususiy kanallarning birida namoyish etilgan Dugonalar shousining muxlisi edim. Shu sababdan Indira Miftahovaga meni sinab ko'rib, ko'rsatuvga olishini so'rab yozganman. U mayli deb chaqirgan. So'ng ko'rsatuv jamoasiga qo'shilganman. Indiradan yumor bo'yicha juda ko'p narsalarni o'rganganman. Shundan so'ng u bilan birga ertalabgacha mehnat qilib, ssenariy yozib chiqqan kunlarimiz bo'ldi. Biroz o'tib jamoamizga Shahboz Sattorov, Islom Karimov, Ozod Shukrulloyevlar qo'shilishdi. So'ng ular bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlar uchun oilaviy seriallar olganmiz. Katta sahna orzusi. Davralarda sahnalarda chiqishlar qilib turaman, lekin hali Hojiboy Tojiboyev, Avaz Oxunlar singari yakkaxon konsertlar bermadim. Yoki stand-up komik sifatida Mirshakar Fayzullayev, Ozod Shukrulloyev, Indira Miftahovalardek darajaga yetmadim. Mana shu insonlar kabi katta saroylarda yakkaxon konsertlarimni berishni maqsad qilganman, deydi Aziza. Soddaligim sabab ko'p bor aldanganman. Avvallari soddaligim sabab ko'p aldanganman. Balki sodda ko'rinarman, lekin hozirgi ichki himoyam kuchli. 1-2 yil ichida ancha ulg'aydim va menda himoya immunitet paydo bo'ldi. Avvallari xafalashib qolgan 2 dugonani yarashtirib qo'yaman deb o'rtada yomonga chiqqan vaqtlarim bo'lgan. Yig'ib yurgan pullarimni kimlardir bolam kasal yoki shunga o'xshash sabablar aytsa, berib so'ng ololmay aldanib qolganman. Mazza qilib qayta va qayta aldanganman, deb kuladi u. Farzandlari haqida. 2 nafar farzandning onasiman. Bosh farzandim qizim Laziza, o'g'lim Samirbek kichigi. Farzandlarimga ko'p vaqt ajratmaganman. Onam ko'proq ularga qaragan. Shu masalada o'zimni ozgina ayblayman, lekin endi ular bilan ko'proq bo'lishga harakat qilyapman. Farzandlarimning otasi bilan oilaviy munosabatda emasmiz. Hech bir oilaviy nizolar yoki qandaydir kelishuv bo'lmagan. Hech qanday tortishuvlarsiz chiroyli xayrlashganmiz. Bolalarim uchun u insonni hurmat qilaman. Men u odamni boshida ijod qilishimga ruxsat bergani uchun tanlagan edim. Chunki mendan avval turmushga chiqqan dugonalarimni kuzatardim. Ko'plari har bir ishni so'rab qilardi. Keyinchalik bu holat o'ta mustaqillikka to'g'ri kelib qoldi. Bugungi kunda bolalarimni hozir o'zim katta qilyapman. Shunday bo'lsa ham, u inson bilan salom aligimiz bor. Bayramlarda tabriklab, yo'qlab turishadi, deydi Aziza Abdullayeva.